290 millionga bir xonali uyda puliga 2 xonali uy kerakmi? Unda mana shu videoni oxirigacha ko'ringlar. Yana 62 metr kvadrat bo'lgan o'rtacha remontdagi uyimiz sotuvga tayyor bo'ldi. Eslatib o'taman, uyimiz aeroportda sentralniy yo'lda 100 metr ichkariga kirganda joylashgan. Xo'p, endi obzorni boshlaydigan bo'lsak, bu yoqda kirganimizda o'ng qo'l qismida birinchi xonamiz joylashgan. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yoqda o'zini radiatorlariga ega, tashqariga qaragan derazasi ham bor. Bu yoqda bolalar plashatkasi ham joylashgan. Xo'p, bu xonadan chiqqanimizda o'zini bu yoqda prixoshka qismida jamoni bor. Bu yoqqa oyoq kiyim qo'ysanglar bo'ladi. Bu yoqda esa kirganimizda chap qo'l tomonda ikkinchi xonamiz joylashgan. Ikkinchi xonamiz ham ko'rib turganingizdek chiroyli qilib remont qilingan, sredniy o'rtacha holatdagi remontli uy. Ikkinchi xonadan chiqqanimizda to'g'rida hojatxonasi joylashgan. Bu yoqda esa sanuzelar. Bu yoq esa proyekt bo'yicha oshxona hisoblanadi. Oshxona qismimizni balkonga ko'chirilgan. Bu yoqda ham bitta xona qilib olsanglar bo'ladi bemalol. Keyin bu uyda videosi chiqqandan keyin bemalol 2-3 kun, 4 kun ichida kelib uyni ko'rib, egasi bilan bemalol savdo qilib olsanglar bo'ladi. Biza uyni qo'yganimizdan keyin 1 soat, 2 soatdan keyin telefon qilsangiz, uy sotilgan, uy sotilib bo'lindi deb o'yin qilmaymiz. Oshxona qismimiz 580 ga 2 Bu yoqdan ham derazasi bor. Havo almashadi. Pastda o'zini 6 tonnali hovuziga ham ega. Xo'p, eslatib o'taman, yana 290 million so'mga 62 kvadrat bo'lgan uyni xarid qilishingiz mumkin. Yana remontlari o'rtacha holatda.